qisqa. Tumandagi Oltinsoy mahallasining hududi ancha katta. Bir qishloqdan ikkinchi qishloqqa borish uchun bir necha o'nlab kilometr masofani bosib o'tish kerak bo'ladi. Mahalladagi Xonaqo qishlog'i ham shunday borish mushkul bo'lgan, ancha olis manzilda joylashgan. 30 dan oshiq xonadoni bor qishloq ahli inoq, keksalari ana shu hamjihatlikka doim bosh bo'lib, ko'pni ezgu ishlarga chorlab turadi. Biz qishloqning fayzi bo'lgan ziyoratgohda azim tutlar soyasida ular bilan suhbat qurdik. Azizlar, biz tuman markazidan 55 kilometr masofani bosib, hozir juda ham ajoyib qishloqqa keldik va Xonaqo qishlog'idagi mana shu tarixiy joy albatta juda ham bir qadim tarixga ega ekan va bu haqda ma'lumot olish uchun hozir Nurmuhammad otaga yuzlanamiz. Nurmuhammad ota, bu joy juda ham qadimiy deyapmizda. Biz bilamizki, xatirchi ko'p aziz avliyolar o'tgan yurt deymizda. Aynan bu joyni o'ziga xos xususiyati nimada? Endi ko'ryapmiz tepada qabr bor ekan. Bu qabr kimniki?